Assalomu alaykum obunachilarimiz. Sizlar uchun yana bitta apparatimiz bitdi. Izboskan tumaniga. Fermer akamizniki bitdi mana. Jatkalarni bitirdik mana. Kecha jatkalarni qo'yamiz, ko'rsatamiz dedik, uspet qilinmadi kecha. Xudo xolasa mana bugun bitdi. Pichoqlar zazonlarini, mahovgilarini qildik. Endi arqa partlarni ham bitirganmiz. Tuyish sistemalarini bitta ko'rsatamiz, xudo xolasa. Chiroyli holatda ishlayapti. Qani, mahoyida aylantiringlarchi. Igna chiqish jarayonlari xudo xolasa mana. Tepaga olib. Mana mana. Olyapti, mana. Chop, mana. Ikkinchi iplarini ushladi, chotga tugdi. Endi mana ipini chiqaradi. Tezlatib, bo'ldi. Mana endi iplarni bog'ladi. Mana birinchi ipi. Mana ikkinchi ipi. Xudo xolasa bedaga olib chiqib solamiz, ko'rsatamiz mana.